Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Rahmanova Sevara Shuhratovna, tibbiyot fanlari falsafa doktori, akusher-ginekolog, Central Asian University'da assistant professor bo'lib, hamda Tulan klinikasida ginekolog, reproduktolog bo'lib o'z faoliyatimni olib boraman. Bugun siz bilan bachadon muammolaridan biri, ya'ni ginekologiyadagi ulkan muammolardan biri bachadondagi anomaliyalar haqida va ularni bepushtlikka qanchalik sabab bo'lishi haqida gaplashamiz. Umuman olganda bachadonda anomaliyalar turlari juda ham ko'p. Ularni kelib chiqish sabablari ham turli tuman. Ba'zi sabablari mutlaqo aniqlanmagan, lekin asosiy sabablari bu genetik va xromosom qandaydir nuqsonlar. Bundan tashqari qarindoshlik nikohlari ham mana shunday anomaliyalarga olib kelishi mumkin. Umuman olganda bachadondagi har qanday anomaliya bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Ulardan eng xavflisi, ya'ni mutlaqo ilojsiz desa ham bo'ladi, hozirgi kunda bachadonni tug'ma yo'qligi. Ba'zan yosh qizlarimizda o'sha tug'ma bachadon yo'qligi bo'ladi, ammo ular bu narsa haqida bilishmasligi ham mumkin. Chunki bizda gormonal o'zgarishlar, ikkilamchi jinsiy belgilar, ya'ni shu ko'kriklarni kattalashi, tuklarni chiqishi, ter bezlaridan ter ajralishi yoki ayollarga xos xususiyatlar paydo bo'lishi bu asosan gormonlar orqali yuzaga keladi. Gormonlar esa tuxumdonlarda ishlab chiqariladi, asosan estrogenlar. Va bachadon yo'q bo'lsa ham ayollarda, mana shu qizlarda ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanaveradi. Bachadon yo'qligini birinchi belgisi bu hayzni mutlaqo kelmasligi. Ba'zan qizlarimiz mana shu hayz kelmasa ham tekshiruvdan o'tishmaydi va turmushga chiqib ketishadi va ko'p kuzatamiz. Shunda juftliklar kelishadi, bilishmaydi hattoki qizda bachadon yo'qligini. Shu sababdan hurmatli ayollar, agar qizlaringizda hayz 16 yoshdan keyin ham kelmasa birinchi marta, albatta uni ginekolog shifokoriga olib borishingiz va ultratovush tekshiruvini o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Chunki sizda garchi gormonal belgilar, ya'ni ikkilamchi jinsiy belgilar yuzaga kelsa ham, ya'ni shu ayollik belgilar yuzaga kelsa ham, hayz kelmasligi bu bachadon yo'qligi sabab bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda nima qilinadi? Aslida hozirgi kunda O'rta Osiyo sharoitida deydigan bo'lsak, agar ayolda bachadon bo'lmasa, homiladorlikni ilojisi yo'q albatta. Faqatgina ba'zi yo'llar bor. U ham bo'lsa, shu tuxumdonlardan tuxum hujayrani olib, folikularni olib, tuxum hujayrani olib, ularni muzlatib qo'yib, keyin surrogat onalikni amalga oshirish, lekin O'zbekistonda va islom davlatlarida ushbu amaliyotga ruxsat etilmagan. Shu sababdan ham bachadon yo'qligi mutlaqo bepushtlikka olib keladi desa ham bo'ladi. Albatta hozirgi kunda chet davlatlarda, rivojlangan davlatlarda va tajriba miqyosida bachadonni ko'chirib o'tkazish amaliyotlari ham qilinmoqda va hattoki ba'zi manbalarga ko'ra shu ko'chirib o'tkazilgan bachadonda homiladorlik ham amalga oshgan. Lekin afsuski bu operatsiyalar, bu muolajalar bitta ikkita ayollarda va tajriba ko'rinishidagina qilingan, ya'ni hali amaliyotga tatbiq etilmagan. Demak, bachadon yo'qligi bu bepushtlikni aniq sababi hisoblanadi va mana shu bepushtlikni biz afsuski yecha olmaymiz. Shu sababdan ham agarda yosh qizlarimizda hayz 16 yoshdan keyin ham kelmasa, albatta ginekolog shifokoriga hamda ultratovush tekshiruvidan o'tib, mana shu barcha jinsiy organlar mavjudligiga, ularni to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari, bachadon yo'qligidan tashqari boshqa yana bachadon anomaliyalari, qin anomaliyalari yoki bo'lmasa bachadon bo'yni anomaliyalari mavjudki, qaysi bepushtlikka qanchadir miqdorda sabab bo'la oladigan. Masalan, bulardan ikki shoxli bachadon yoki bo'lmasa bachadon o'rtasida to'siq bo'lishi, ikkitali bachadon yoki bo'lmasa bachadon bo'yni orasida to'siq bo'lishi, taqasimon bachadon. Hozirgi kunda bu anomaliyalarning turlari juda ham ko'p. Yevropa hamda Amerika assotsiatsiyalari ularni turli tuman klassifikatsiyalarga bo'lishgan va bu anomaliyalar
bepushtlikdan ko'ra ko'proq homilani tushib qolishiga ko'proq sabab bo'ladi. Chunki bachadonni shakli noto'g'riligi, bundan tashqari nafaqat shakli, bachadonni shaklida qo'pol anomaliyalar bor degani, demak bachadon ichidagi mayda hujayralarda, mana shu endometriy qavatida, miometriy qavatida ham hujayralarda ham anomaliyalar borligini ko'pincha bildiradi va homilani erta muddatlarda tushib qolishi, oxirigacha o'smasligi yoki erta tug'ilish va homilani noto'g'ri joylashishi kabi asoratlarga ham olib keladi. Bepushtlikka ham olib kelishi mumkin ushbu holatlar. Shu sababdan ham agar bizga bepusht juftliklar keladigan bo'lsa, ayol kishini tekshiruvdan o'tkazayotganimizda nafaqat gormonal tekshiruvlar, balki bachadonni transvaginal ultratovush tekshiruvi, bundan tashqari 3D transvaginal bachadon tekshiruvi ham amalga oshirilishi kerak. Chunki ba'zan 2D UZI tekshiruvida bachadondagi mana shu anomaliyalar bilinmasligi yoki o'tkazib yuborilishi mumkin. Agar qandaydir anomaliya bor yoki yo'qligiga shubha qilinadigan bo'lsa, u holda biz yuqorida aytganimdek o'sha 3D transvaginal UZIga yoki bo'lmasam MRT ga yuborishimiz kerak bo'ladi. Agar mana shu anomaliya aniqlandi deylik, anomaliya darajasiga qaraladi. Ya'ni u qanday anomaliya turi va uni davolash mumkinmi? Hozirgi kunda juda ko'p yengil anomaliyalarni davolash mumkin. Laparoskopik usulda yoki bo'lmasam gisteroskopik usulda. Agar bachadondagi to'siqlar yoki bo'lmasam bachadon ichini to'g'irlash mumkin bo'lgan ba'zi anomaliyalar bo'lsa, u holda gisteroskopik usulda ushbu anomaliyalar bartaraf etiladi va shu homiladorlikka keyin tayyorgarlik ko'rish mumkin. Agar ba'zan ayollar keladi shunaqa anamnez bilan, ya'ni bachadonda anomaliya bor, homiladorlik bo'ladi, lekin homiladorlik hech qachon oxiriga yetib bormaydi. Doim tushib qoladi, qayta homila tushib qoladi. Shunday holatlarda biz albatta oldin diagnostik gisteroskopiya amaliyotini tavsiya qilamiz va shunda bachadonni ichidagi bo'shliq ko'riladi. Bundan tashqari shu yuqorida aytganimdek MRT qilinadi. Shu holatga qarab davolash mumkin yoki mumkin emas. Agar davolash mumkin bo'lsa, avval davolanadi, keyin homilador bo'lishga harakat qilish tavsiya etiladi. Umuman olganda jahon tibbiyotida tavsiyanomalarga ko'ra birlamchi bepushtlik bilan kelgan juftliklarda albatta 3D ultratovush tekshiruvi transvaginal amalga oshirish kerak. Agar bepushtlik uzoq muddat kuzatilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam qayta homila tushishlar bo'lsa, u holatda albatta diagnostik gisteroskopiya ham tavsiya etiladi. Endi albatta yuqoridagi mulohazalarni eshitgandan keyin sizda savollar tug'ilishi mumkin. Qanday qilib bunday holatlarni keyinchalik bartaraf etsa bo'ladi? Birinchi navbatda o'sha yuqorida aytganimdek qarindoshlik nikohlarini kamaytirish kerak, chunki ko'pgina anomaliyalarga mana shu holatlar sabab bo'ladi. Bundan tashqari ayol homiladorligini birinchi trimestrda ko'pincha, ya'ni o'sha organogenez vaqtigacha, ya'ni organlar shakllanadigan vaqtgacha qandaydir o'tkir kasalliklar, ayniqsa virusli kasalliklar o'tkazsa ham mana shunday anomaliyalarga sabab bo'lishi mumkin. Azizlarim, shu sababdan doimiy tekshiruvlardan o'tib turing. Umuman olganda oila qurishdan avval barcha tekshiruvlardan haqqoniy o'tishingizni tavsiya qilaman va qizlaringizni ham albatta o'smirlar ginekologiga ko'rsatib yurishingizni tavsiya qilaman.